Do'stlar, doimgidek arzon mebellar sotadigan joyga keldik. Bu yerda narx-navosi ancha past, shuning uchun atayni video qilish maqsadida shu yerga keldik. Bu yerda ugoloklar va yana ugoloklar, undan tashqari spalniy divan, shkaf komplektlar. Hozir mana shularning narx-navosini bilib olasiz. Bu yerda yana ugolok divanlar bor ekan. Undan ham tashqari poyabzal tuflilar uchun ajoyib g'aladonlar. Mana shularning narx-navosi. Va ulardan ham tashqari bu yerda ugoloklar, oshxona uchun ugoloklar, temir stol va stullar hamda panda yakkalik divanlar. Mana shularni ko'rib chiqamiz. Demak, videorolikimiz ancha foydali bo'ladi hamda qiziqarli bo'ladi. Men adres bilan tanishtirib o'taman. Adres Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'i. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa do'stlar, bittadan like-ni bosinglar. Mana shu videorolikni boshladim. Assalomu alaykum, Komiljon aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, Rustamjon. Charchamayapsizmi? Alloh tinchmi? Zo'r. Charchamay kelib oldingizmi? Mebellarning narxi qanaqa bo'lyapti aka? Xudo xolasa bizga doim hamyonbopti. Arzon-a? Altazma, har qachon arzon bizniki. Biz bozorga chiqmaymiz. Shu optim narxda har qachon, xudo xolasa. Do'stlar, mana shu yerda mebellarni olib ketib, mebel do'konlarida ham sotishadi. Hozir siz mana shu yerdagi narxni ko'rib hayron qolasiz. Qarang. Okey. Boshlaymiz mana shu raskladnoyda narx-navosini. Mana shu raskladnoyimiz. To'liq 2 metr. 2 metr. Ochilganda 1.40 ga spalni bo'ladi. Qani ochamiz. Buziladigan bir mexanizmi yo'q. Mana shunda xotirjam ikkita odam bemalol yozsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Mana. Aka, nech pulga beramiz buni? 2 million so'm vodiy bo'yicha dastavkamiz ichida. 2 million so'mga Farg'ona vodiysi bo'ylab. Andijon. Mana mo'yushi ekan bu. Yuvsa ketaveradi kir bo'lganda. Yuvganda hech narsa qilmaydi materialiga. 2 million so'm vodiy bo'ylab. Rasvetka ko'p. Qo'yishga joyimiz yo'q. Ha, qo'yishga joylari yo'q. To'liq yotibdi bu yer. Shuni hisobiga bir dona chiqarib qo'yishgan. Qani yopinchi ko'radi. Sasna. Kerak emas. Dispi sasna qilingan, xudo xolasa. Juda chiroyli. 2 million so'mga zo'r. Xo'p, aka, endi qarang. Nimadan davom etsa bo'ladi? Ugoloklardan boshlaymiz. Ugoloklardan. Mana shular haytik pasan. Haytik. Ha. Tepalari mo'yishi. Pampers, prijina. Endi mesela pampers, prijina qanaqa deb o'ylaydi odamlar? Nima u? Mana shu pampers, prijina bo'ladi. Mana shu pampers, prijina. Bemalol ana shundan qo'yilgan, ha? Ha, mana shundan qo'yilgan. Mana shundan qo'yilgan. Xullas, razmeri necha buni? Razmeri 4. Ha, ko'rsatib 4.30 ga 2.30 la. Uchta katta pufik beriladi. Pufik. Mana shu MDF xon taxtasi bilan 5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Bitta MDF xon taxtasi necha bo'ladi razmeri uni? 2.70 ga 90. 2.70 ga 90 bitta qo'shib berishadi. 3 ta pufikmi? 3 ta pufik, katta 3 ta pufik beriladi. 5 million? 5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkamiz ichida. 5 million so'mga yuborishar ekan. Bunisi-chi bir xilmi? Bir xil. Rasvetkamiz ko'p. Ha, rangi boshqacha. 5 million so'm. Do'stlar, agar shunaqa ugoloklardan kerak bo'lsa, mana bu yerda nomer turibdi, shu akaning nomeri, telefon qilarsiz. Like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'yinglar. Bu yerda shkaflar bor, mana. Razmeri necha buni aka? Razmeri 2.40 ga 2.30 balandligi. 2.40 ga 2.30. Xudolar vakuum shamner, shkaflari 50 li. To'liq 50. Mana. Tepasida javonlar 50 sm da? Ha, 50 sm. Mana o'rtalari polka. Polka. Har bittasini sepi bor. Dokument qo'ygan yoki pul qo'ygan? Bemalol. Kalda qilingan. Nech puldan endi bular? Bular 2 million 8 ming so'm. 2 million 8 ming so'm bir dona shifener yoki vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Aytganchi do'stlar, ugolok sotib olasizmi? Bundan sotib olasizmi? Uyingizga yetkazib, uyingizni ichkarigacha olib kelib berishadi. Ha, bari ustanobga qilib beramiz. Razmerlari bir xil. Razmeri bir xil. Rasvetka, hadavoy 4 xil rasvetka bor bundan. Qaysi bundan tashqari? Mana bu belik yoronamiz bor, ki Astana. Ana o rang bor, mokri. O'rundan bor. Aha. O bulut rang bor. Bulut rang bor. Mana shu hadavoy qarang, ugolokni tugatib qo'yamiz, ha. Ugolokni bu eng originali bu. Do'stlar, buni original deyishning sababi ichi to'la sasna. Mana bular sasna. Materiali qanaqa? Bu mo'yishi tepasi.
Moyishi boshqacha ekan. Tepasi moyishi bu. Bundan ham bir 7 xil 8 xil rasvetka bor. Endi qarang, razmeri qanaqa buni? Bularniki ham shu 430 ga. 230 li. Hozir 430 deganingiz mana shu yerdan shundoqmi 430? Yo'q, mana shedan hisob bo'ladi. Ha. Bu yoq 430, bu yoq 230. 230. 1 2 3 ta ekan-a pufiga. Ha, pufilar 50 ga, to'liq 50 ga 83 ta pufi. Xon taxtasi bor. MDPli xon taxtasi bor. Qanchaga beramiz? 6,5 million so'm bu. 6,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dasturkasi ichida. Menimcha azizlar, bu narxda boshqa mebel do'konlaridan topa olmaysiz bu narxda. Shunaqa originalini. Ortopedический пружина bu. Ortopedический. Bu ortopedический пружина. Keyin bo'ldi zo'r. Spinkalar ham 7 sm nariginikidan 50. Ana narigidan 7 sm ga 50 farq qiladi. Juda yaxshi. Bo'linar ekan-a? Ha, 5 ga ajraydi. 5 ga ajraydi. Burchagi o'ng'inchab bo'laveradi. Tushunarli. Bu bir xilmi yoki boshqa narsami? Yo'q, bir xil. Bitta narsa, rasvetka boshqa. Buni molojnisi bor, oqi bor, rasvetka ko'p. Xo'p, biz goloklarni tugatib qo'yamiz. Ana bu yerda ham bor ekan golok. Keyin xotirjam bularga o'tamiz. Rustamjon, bular mana Chester pasana. O'sha 5 million so'm bular ham. 5 million so'm. Bundan 7 xil 8 rasvetka bor. Bundan ham 7 xil 8 xil rasvetka. Bu ham Chester deydimi buni? Yo'q, bu Haytik pasan. Haytikning molojnisi. Qancha dedingiz buni? 5 million. 5 million so'm, 5 million. 5 million so'm, ha. Hop, razmeri necha buni? Uzunligi 430 ga. Aha. 230 li. Bir xil ekan. Xon to'xtasi bor. 3 tadan pupigi bor. Tushunarli. Endi aka, bunday qilamiz. Mana bu yerdan boshlaymiz. Komplektlarni. Xo'p, bu komplektga nimalar kiradi? Bu komplektga mana hamsa 240 ga 230 li shkafimiz kiradi. Aha, shkaf, shpener. Ha. Shkaflari 50 li. Xo'sh. Spannimiz razmeri, matrasi 220 ga 170. 120 termosi bor, hozir ko'rsatib o'taman. Ikkitadan pupiga. O, termos qani bor? Termos mana edi bor. Termosi bor. Hozir yetkazolmay qoldim. 6,5 million so'm bu. 6,5 million so'm. Tunovkasi ichida vodiy bo'ylab yetkazib 10 nota berishi bilan. Ana bu qancha ana bu? Endi bu 320 la. 320. Deylik, mana shu holatga 240 emasda 320 olsa 1 million qo'shilib qoladi. 1 million qo'shiladi. 1 million shkafda farqi 1 million bo'ladi shunda. Ha, 7,5 million vodiy bo'lib dasturga. O'zini qanchaga beramiz? O'zini 3 million 8 mingga olib borib berilaveradi vodiy bilan. 3 million 8 ming so'mga o'ziga qiziqsangiz, yetkazib uyingizga olib kelib berishadi. Hop, termosi qaysi ko'rsatib? Trend nimamiz bu, ha? Mana termomiz mana 120. Aha. 120, 170 balandligi, ha? Mana ikkita tombasi, spannisi, mana 230 ga 240 li shkaf. Endi misol uyi pastroq joylarga 215 li shkaf olsa 300 ming yana arzonlaydi bu. Necha pastroq ekan bunga qaraganda. Ha. 6,5 million emasda 6 million 200 ming bo'ladi shunda. Bu bilan bo'lsa 6,5 million so'm. Ha, bu bilan bo'lsa 6 million 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'm. Yaxshi, mabodo kerak bo'lsa, do'stlar, telefon qilaverasiz. Ichkariga. Oxir rasvetkamiz mana. Kiravering ichkariga, ko'rsatasiz. Bu oxir rasvetkamiz mana. Hop, spalna, shkaf 230 ga 240 li, ikkita tomba, 120 termosi. Termo mana. Qanchaga beramiz? 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Bu ham bir boshqacha rasvetkamiz. Mo'kir, eng trend bu ham. Endi mana deylik, termos kichkina ekan. Hozir men 120 termos bilan aytyapman-da. Deylik 140 li menga svitlisi kerak desa, bu svitli pasonimiz, frezenli oynak 140 li bo'lsa 400 ming so'm qo'shilib qoladi. Shunda 6 million 900 mingga aylanib qoladi. 6 million 900 ming so'mga. Spalnalari chiroyli ekan. Azizlar, goloklar, komplektlar ko'rsatdik. Endi biz ana bu tarafga boramiz. U yerga o'tishdan oldin ana bu yerda golok bor ekan. Turetskiy fasonda. Uni ham bir ko'rib qo'yamiz. Oho. Mana eng o'sha goloklarimiz eng trend. Ayniqsa Toshkent bilan Samarqand ko'p sotilyapti. Ichi sasna shikliga, polni sasna, turetskiy materialda buni ham. Misol uni moyishi materiallari metr 30 mingdan, buniki 45 ming so'm. Material o'zi. Ha, yumshoqqina. Bundan ham 5 xil rasvetka bor. 5 xil rasvetka bor. Xon taxtasi bor, 3 ta pufigi bor, 430 ga
430 430 230. 230 razmerdagi ugolok divan. Narxi necha pul? Bu buni materialda hisoba 200 ming qilma, 6 million 700 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz ichida. 6 million 700 ming so'm. 200 ming farq qiladi. Ugolokning narxi. Xo'p, bu ham ortopedический пружина. Ortopedический? Ortopedический. Juda yaxshi. Endi biz ketdik endi dalshi. Do'stlar, shunday qilib ichkarini ko'rdik. Endi tashqariga chiqamiz joyda mana ular turibdi. Bu yosh bolalar uchun, darsiyalash uchun. Ha, bolalarimiz mana darsiylar va. On taxta mana stolchik mana. Menda juda kitoblarni tayyorlab qo'yadi bemalol. Kromkalar stanokda yopilgan pavaqa. Ko'shti yo'q. Plastik laminatdan tayyorlangan bu. Bitta stul bo'ladi. Ha, bitta stul bo'ladi mana. Bemalol bitta bolani kitob, daftarlar hamma ulashishlar sig'adi. Puli qancha? 850 ming. 850 ming so'm. Xo'p, mana bu shkaf qancha? Kichikroq. Bu shkafimiz 1.60 ga. 230 li 4 xil rasvetka hadavay bor buni. Xo'sh. Vacuum shanner, oddiy shanner emas. Oddiy shanner xudo xolasa biyilgi sezonga ishlatganimiz yo'q. Hamma narsa vacuum shanner qo'yamiz. Ha. Buni qanchaga beramiz? 1 million 700 ming so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. 1 million 700 ming so'mga mana shu san'at asari uyingizga boradi. Endi bu yerda pinal, ha? Mana pinal. Pinal yoki final. Zo'r narsa lekin ham uyni bezab turadi. Rosa naqshinkor, shohona ekan, juda chiroyli ekan. Turmosi ham zo'r ekan mana. Do'stlar, qaranglar. Ushlarni qarang. O, yengil ochilar ekan, yengil mana. Yengil. Juda zo'r, Gap bu. Vacuum shanner. Polkalari birli o'ynaq. Polkalari. Bemalol og'ir narsani ko'taraveradi. Birli frezerlangan o'ynaq. Go'zal. Tepalarini ko'ryapsiz, yarashib turibdi. Xo'p, qancha joy egallaydi bu? Bu 4 metrga tushadigan joy. 4 metr. Birlashtirganda 380 ga tushadi bu. Qanchaga beramiz, Komiljon aka? Buni 5 million 700 ming vodiy bo'lib dastlabkasi ichida. Uyiga javobgar berish. Ha, olib borib o'rnatib beramiz. 5 million 700 ming. 5 million 700 ming so'm. Yo'q qolgan bo'lsa, eslatib o'taman, nomer turibdi shu yerda. Bunisi gorka. Bu gorka. Mesela joyi bemalollarga 3,5 metrgacha yoyib ishlatsa bo'ladi. 3 ga ajraydi bu. Shu birlashgan holatda 270 joyga tushadi, balandligi 260. 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'm. Dastlabki vodiy bo'ylab. Yaxshi, mana bu to'plab qo'yadigan narsa. Juda chiroyli. Dastlabki MDFlar. Juda chiroyli yasalibdi. Bekib tashlanchi yana. Topmas bor. Vacuum shanner bular. Qancha turadi? 500 ming so'm. Poyoq zal uchun. Poyoq zal. Yana poyoq zal uchun. Mana poyoq zalimiz eng zo'rdan bor ekan. Zo'ri. Mana poyoq zal qo'yganim qulay, qiyoq qilib ishlangan. 700 ming so'm. 700 ming so'm narxi. Xo'p, endi biz tashqariga chiqoldik. Tashqarida esa mana bulardan bor ekan, har xildan bor ekan. Qancha dedingiz bularni? Xo'sh, mana bu shu 500 minglikdan. 500 ming. Mana perixoshkamiz MDFli ish bu. Uspet qilmadik, xotirib beriladi buni. 750 ming so'mdan. 750 ming so'm. Polni MDFli, yo'llari ham MDFli. Ha. Laminat ishlatilmagan. Bular 500 ming so'mda-da? Ha, bular 500 ming so'mdan. 500 ming so'mda. 400 mingdan tanlab olishaveradi. Rasvetka ko'p. Ha, bular 400 ming so'mdan ekan. 400 ming so'mdan. Bular ham MDFli ish, xudo xolasa. MDFli. Ko'chada ham narsa yo'q. Kromkalar polni pavaha. Ha, shkaflar qanchadan bu yerdagilar? Mana hozir ichkarida o'sha aytilib o'tdi, 240 230 shkaf, hali 2 million 8 ming. 2 million 8 ming. Ha, demak, ularni ham ko'rdik ichkarida. Ha. 1 million 700 ming so'm, 160 ga. Aha. 30 ga. Xo'p, endi biz mana bu yerda bor ekan yana. 500 ming so'mdan-da? Yo'q, bu 400 ming so'm. 400 ming so'm. 400 mingdan. 400 ming so'm. 400 ming so'mdan. Oshxona mebellari. Oshxona mebelimiz. Endi buni hozir misol qisqaroq tushuntirib o'tganimda,
Oshxona mebelini borib, metrini, masalan, mana metr hisobi 1 milliondan 2 milliongacha qilib beraveramiz. Hozir mana shu akreldan yasalgan. Mana shu bu 100% akrel. 100% akrel. Rossiyskiy buni. Rossiyskiy stolishniца. Zavod. Kapellarigacha tayyor bu. Hop, mana shuni 1 metrni qanchadan berasiz? 1 million 750 ming so'm. 1 million 750 ming so'm. Mana shu. Vodiy bo'lib dasturxonasi ichida. 1 pagonometr shu yerdan shu yergacha tepa past o'sha 1 pagonometrga kiradi. 1 million 750 ming so'm ekan. Bu ham shunaqa? Bu ham shu. 1 million 750 ming so'm. Bu az 242 30. Aha. Bu malol. Qanchaga beramiz jami mana shuni? Mana shuni 3 million 9 ga vodiy bo'lib dasturxon qilib. 3 million 900 ming so'mga vodiy bo'lib. Mana bunichi. Buni 5 millionga qilib 280 ga 230. 5 million 5 millionga vodiy bo'lib dasturxonimiz ichida. Sizlar u betdagi jamiki mebellarni ko'rib chiqdik. Endi o'sha betdan bu betga o'tdik. Bu yerda ham bor. Ugoloklar bor ekan. 1 2 3 4 5 6 pofigi bor. Ugolok moyishi materialdan yasalgan ekan. Razmeri necha min uzunligi? 420 ga 220. 6 ta pofik. 6 pofik. Shu MDPli xona bilan. 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 ming so'm mana shu narxi. Hop, oshxona uchun ham bor ekan mana bu yerda. Kuxnya uchun. Hop, bu narxi necha pul bu? Buni 3 ta pofigi bor. 3 ta pofigi bor. 8 kishilikda bu. Aha. Xona bilan mana taglari ham laminantli buni. Ko'rsatimda. Ha, tagi ochlar ekan mana. Ha. Pollari ham laminant. Puli qancha? 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. 240 ga 155. Rasvetgani turi ko'p mana. Mana shular narxi bir xil emas. Aha, ranglari har xildan bor ekan mana. Zo'r. Tanlab sotib olaverasiz. Hop. Temir stol stullar. Temir stol stullarimiz 6 talik. 6 ta olasiz. Xo'sh. Xo'sh, 135 ga 90. 6 ta stolimiz 8 ming so'm. 800 ming so'm. 800 ming so'm. Parashok kraska. Parashkovoy deyishadi. Parashkovoy, ha. Bir-biriga urushib ketsa ham ko'chmaydi. Ana ular nima ana ular? Bu divan, ichkarida ko'rsatdi divanda. Ketdik bo'lmasam ichkariga kiramiz. Xo'p, shunday qilib biz ichkariga qarab yo'l olamiz. Oshxona mebel bu yerda ham bor ekan. Mana shu 3 metrli. 3 metrli. 3 metrli 5 million 300 mingga vodiy bo'ylab dasturxon ichida 100% akrel. Stolichnasi ham shu rossiyskiy, uchli. Kedrmi? Ha? Kedra. Rossiyskiy kedr. Ровно 3 metrga 230. Ha. Palapollari bor. Vacuum Chanel. Aha. Havo kromka. Shushilkasi ichida. Aha. 5 million 300 ming so'm. 5 million vodiy bo'lib dasturxon ichida. Kapellarigacha tayyorda bu. Kafelni kim yopishtirib beradi? Mana tayyor o'zi kafel. Tayyor-a? Tayyor bu kafel mana. Bitta moyka qo'yilsa bo'ldi bunga. Moykani o'zimiz teshib o'rnatib beramiz. Ha. Hop, endi ichkariga kiramizmi? Yakkali oching eshikni. Hop, ichkariga kiramiz. Ichkarida haligi panda, yakkalik, kravat, divanlar. Arzon qilgan bo'ldingizmi, Rustamjon? Hop. Mana bu qancha mana bu? Villurdan yasalgan. Bu villurdan yasalgan. To'liq 10 machelka. Ha? 100% taglari rossiyskiy laminat. Xo'sh. To'liq etkizishmi? Bochog'i 27 buniki. Boltga keldi demayman buni, Samarazli. Samarazli. 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Bir jupta. 1 million 100 ming so'mdan bir donasi. Donasi 1 million 100 ming so'm. Mana shundan bir donasi 1 million 100 ming so'm. Vodiy bo'lib dasturxon ichida. Uzunligi necha buni? Uzunligi tashqidan tashqi 235. 235. Yotadan joyi 205 ga o'tadi. Mana shungacha 205. 1 million 100 ming so'mdan bir dona kravat divanning narxi ekan. Bu shan rasvetkasi. Har xil rangidan bor ekan, 1 million 100 ming so'mdan. Bular qanchadan bular? Xo'sh, endi mana shuni aytib o'taylik-da. Bu bilan buni. Endi bu endi misol ustamjon bozor razmerimizda. Bozor razmeridan 10 sant uzun bu. Ha. Bochogi 30.
Ki ponni bolutiga qilib ishlangan. Tepalari ham moyishi. Machalkasi ham 22 plot. Qattiq machalka. Qimmatroq bu. Mana o'g'li Xitoy machalkadan bu qimmat. Buni bir donasi 1.200.000 so'mdan, 2.400.000 so'm bu. 1.200.000 so'mdan, ikkitasi 2.400.000 so'm. Bu-chi bu? Bir xilmi bu bilan? Yo'q, bu bilan bu ikkalasi bir 1.100.000 so'mdan. Buni donasi 1.200.000 so'mdan boltga qilib ishlangan, bajoqlari ham chuqur, baquvvat, bo'yi ham 10 sm uzun. Tushunarli. Bular qanaqa? Bular şey tagi sandiqlar bular ham. Eni 90. Tagi sandiq. Rossiyskiy disp bu. Laminat emas, pala. Puli qancha bu? Lekin bachaga 30 buni ham. Donasi 700.000 so'm. 700.000 so'm, bir donasi, ikki donasi 1.400.000 so'm. Mana ular panda. Ha, bu panda, o'sha mana bilan bir xil. Manamiz 200.000 qimmat. Mana 1.200.000 so'm bu? Ha, bu 1.200.000 so'm. Buni baquvvatligi hamma joyda bir xil. Buni chevari pulimiz 100.000 qimmat, menaga dizayni qimmat bu. Bu hayt. Yangilik bu. Hop, qancha 1 million? 1.300.000 so'm donasi. 1.300.000 so'm. 2.600.000 so'm. 2.600.000 so'm. Vodiy bo'lib dastlabkasi ishlamadi. Polni rossiyskiy laminat. Ha? Boltga qilib ishlangan. Juda zo'r. Biz endi bu kravatlarni ko'rib chiqdik. Tashqariga chiqamiz. Navbat bizda sandiqlar. Tepaga ochiladigan sandiq. Ha, tepaga ochiladi. Ha. Mana eng arzon sandiq. Ha. Puli qancha? 450.000 so'm. 450.000 so'm. 450.000 so'm bor. Xolasin javon olish, hozir sandiq olsa, eng arzon sandiq joni. Bu ham 450.000 so'm. Yo'q. Bular 500.000 so'm. 450.000 so'm, 500.000 so'm. 450, 500. Ha. Uzunligi bir. Shu eni bilan bo'yida farq qiladi. Ha, mana ular ochilar ekanda sandiq tagida. Ha, tagida totmalari bor. Ular bor ekan sandiq tagida. Ana ularchi, mana ular. Bular 500.000 so'm. 500.000 so'm. 500.000 so'm. Juda yaxshilik. Olasin javon olsin. Ha. Olasin tepaga ochilar sandiq olsin. Puli bir xil. Imajda bitta antik narsamiz bor. Buni ham oldi ochiladi. Ham tepasi ochiladi. Ham tepasi ochiladi. Bu 550.000. 550.000 so'm. Mana MDF bu? Stolimiz bor. Ha, stullar bor ekan, o'shadan stoli. 12 tali stol. Xo'sh. 270 ga 120 qilib tayyorlaganmiz buni xonani. Ehtiyot 14 tali qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Listvak-a? Ha, listvak. Mana bu listvak. Narxi qancha endi? Hozir 12 ta stolim bilan 3.200.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz ichida. 3.200.000 so'm. 12 ta stoli hamda stoli. Hop, biz bulardan nariga tarafda ko'rdik. Endi bulardan ko'rdik. Menimcha hozir hamma mebellarni ko'rib chiqdik. Ko'rib chiqdik. Ana ishda Hop, azizlar, bizda endi mana bu shkaflar bor. Choyxona shkaflar. Razmerlari necha buni? Razmerlarimiz endi mana bu shkafimiz 270 ga 260 balandligi. Chuqur ishlangan. To'liq 50 chuqurlikda bular. Ha. Depleshimiz bu mana. Mana erkaklar kiyimi. Женский yoki mana tomon женский tomon. Xo'sh, endi mana bu shkafimiz 240 ga 240 bu. Ha, 240 ga 240. Divanimiz 220 ga 170. Tumbasi bor. Mashtirmosi bor. Bu bitta komplekt. Bu bitta komplekt, ha. Endi bu shkaf olmayman, men mana shu shkafni olaman desam sotilaveradi. Farqi 1 million farq qiladi. Shkaf bilan shkaf farq. O'zi qancha? Mana shu shkaf 240 ga 240. Termo spanni ikkita tumba. 7.5 million so'm vodiy bo'lib dastlabkamiz ichida bu. Tushunarli. 7.5 million so'm mana shu komplekt, agar komplekt ichida mana bu shfenerni olib tashlab, o'rniga bo'sh shfener qo'ysa, 1 million 8.5 million so'm bo'ladi. 1 million shkaf bilan shkafda farq qiladi. O'zingizni anaqangiz. Bu nech pul bu?
matrasi bilan birgalikda matras qo'yib Buni berasiz. azman yetkazilmadi, bitiradi. 220 ga 170 lar. Bizlar kichkina divan qilinmaydi. Hammasi 220 beradi. Ha. Buni o'zini shkafi bor, 140 termosi bor. Bu 7,5 million so'm. Hay tutmasam bu. O'zini qanchaga berasiz? Mana shu divan o'zinimi? Ha. 2008 mingga beraveraman. Matrasi bilan. Matrasi bilan. 2008 ming so'mga. 2008 mingga beraman. Polni bolotga qilib 100% laminat taglar ya. Boltga qilib ishlaydi. Do'stlar, shunday qilib sizlarga mana shu yerdagi jamiki mebel narx-navosini ko'rsatib berdik. Mana bu yerga nomer yozib qo'yganmiz. Ular ham bu yerga yozib qo'yishibdi. Shu nomerlarga telefon qilib gaplashaverasiz. Videoroligimiz ancha foydali hamda qiziqarli bo'ldi. Mana shu yergacha kim tomosha qilgan bo'lsa, yozib qo'yinglar kommentariyaga. Mana shu ko'rsatuvni shu yerda yakunda, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.